Bugun Garri Potter muxlislari uchun unutilmas kun. 31-iyul. Omon qolgan bola. The Chosen One, ya'ni Garrining tug'ilgan kuni. Garri o'z sayohati orqali bizga juda ham ko'p narsalarni o'rgatdi. Do'stlikning ahamiyati, boshqalarni tushunish va ularni qo'llab-quvvatlash. Shuningdek, eng muhimi, biz tanlayotgan qarorlar bizning o'zligimizni, kelajagimizni tanlashini ko'rsatib berdi. Shaxsan men Garridan empatiyani o'rgandim desam mubolag'a bo'lmaydi. Garri ba'zan boshqalarning xatolariga qaramay ularni tushunadi va ularni kechiradi. Oddiy misol Xenophilius Lovegood. U Garri, Ron va Hermionani Death Eaters'ga sotmoqchi bo'lib, ularni qo'lga tushirishga bir baxya qoladi. Shunga qaramay Garri undan g'azablanmaydi. Farzandi uchun qilayotgan bu harakatlarni u to'g'ri deb qabul qiladi. Shuningdek, Stan Shampayk ham Garri va uni qutqarishga kelganlar Ronning uyiga borishidan oldin hujumga uchrashadi va Stan Shampayk boshqa sheriklari bilan Garriga hujum qilishga harakat qiladi. Shunda ham Garri uni supurgisidan qulab tushmasligi uchun shunchaki qurolsizlantirish bilan kifoyalanadi. Va albatta Draco Malfoy. Bilamizki, Dumbledorening o'limida bilvosita bo'lsa ham Draconing qo'li katta. Garri buni biladi, uni yil davomida kuzatib borgan bo'ladi va natijada o'z shubhalari tasdig'ini topadi. Shunday bo'lsa ham Garri Draconi tushunadi va unga g'azablanishdan ko'ra achinadi. Sizchi, siz Garri Potterdan nimalarni o'rgandingiz? Yoki bo'lmasam, sizga eng yoqadigan Garri bilan bog'liq sahna qaysi? Izohlarda fikringizni yozib qoldiring.